Assalomu alaykum azizlarim. Xayrli tong, xayrli muborak yangi kun. Qalbimizda haqqa cheksiz hamd sanolarimiz bu umri azizga bizni mehr bilan o'rab turgan bu borliq jumla jahonlarga mehrimiz to'lib toshganda haqning mo'jiza marhamatlari bilan qalbimizga kelgan satrlarni qayta o'qigimiz keladi. Yo Rab, bu mulki jahon o'zingniki. O'zingdini yo Rab, bu ishqli do'kon dil seniki. O'zingdini yo Rab, ul tungi siyoh, bul tongi mayoq. Izingdan o'psin ikki jahon ichra egam, men seniki. O'zingdini yo Rab. Biz Robbimizni cheksiz mehrlar ila yaratilgan bu 18 ming olamlari, jumla jahonlari bizni atrofimizda har yaprog'i Allohga hamd sano, tasbih va takbirlar aytib turgan dov-daraxtlari-yu, maysalari-yu, gullari-yu jumla jahonlarni ko'rib, jumla jahonlarda bizga nur sochgan quyosh va oy, yulduzlar, sayyoralarni ko'rib, tun va tonglarda, qish va yozlarda, bahor va kuzlarda haqni mo'jiza marhamatlariga hayratlarimiz tengsiz bir go'zal jilvalar ila qalbimizda cheksiz Allohning mo'jiza marhamatlariga hamd sanolarga aylanadi azizlarim. Allohning ishqida biz har bir yoshda, har bir holatda haqni sevamiz. Shu bolaligimda, keyin maktabni endi bitirgan chog'larimda, endigina haligi birinchi kurs oliygohlarga o'qishga kirgan paytlarimizda shu Allohning hikmatlariga qarab, quyoshning mo'jizalariga, quyoshni uzluksiz bizga nur taratib turgan, qish va yozda bizga nur taratib turgan yog'dulariga qarab, qalbimizda o'shanda ham ilhom baxsh hislar tug'ilgan va o'shanda ham shunaqa bir satrlar tug'ilganki, o'sha endigina o'sha maktab partalaridan oliygoh partalariga o'tgan paytlarimizda o'sha yozilgan bir she'r yodimga tushdi. U ham o'sha gazetalarda e'lon qilinganda qanaqa bolalarcha quvonganman, o'sha she'r yodimda boricha sizlarga o'qib bermoqchiman. Chunki quyoshning boshida yaraqlagan toj mening haq ishqida yongan yuragim. Shu kunlarda shu fikr, shu satrlar tug'ilib qoluvdi. Quyosh haqida yana bir o'sha paytlarda yozilgan she'rni, o'sha matbuotlarda e'lon qilinganda meni rosa quvontirgan bir she'rni esimda boricha o'qib beraman sizlarga azizlarim. Quyosh mening bugun senday yaraqlashimni ko'rgin. Orzularim ostonangda quloch kerib turibdi. Vujudingga singib ketdim, yaraqlashimni ko'rgin. Tuyg'ularim o't bag'ringda shodon kezib yuribdi. Quyosh qara, zamin qizi bugun sening qarshingda alovlanib ko'zlaringni qamashtirgay kamoli o'tiribdi mag'rur masrur sening a'lo arshingda. Ko'zlarida jilva qilar ona yurtning jamoli. Quyosh qara, men tobora quyoshga aylanyapman, vujudingda porlash uchun quyoshga aylanyapman. Azizlarim, shu bolalarcha bir tuyg'ular bilan bu haligi yozilgan she'rlar bugun ham meni hayratlarga soladi. O'sha quyoshning vujudida porlab, dunyoyi jahonlarga mehrimni taratgim kelgan ekan o'sha bolalik. Endi yoshlik ostonasidan qadam qo'ygan paytlarimda ham. Azizlarim, haqni rizoligi yo'lida men sizlarni cheksiz mehrlarimga o'rab, cheksiz mehrlarim bilan sevaman. Dunyoyi jahonlarga 18 ming olamlarga siz va bizga ikki dunyoni cheksiz mo'jiza marhamatlari, mukofotlarini, baxt va saodat, baxt va omad, cheksiz mo'jiza marhamatlarini haqning rizoligi yo'lida, haqning dargohidan so'rab, hamisha qutlug' tilaklarim bilan sizni sevib, haqni rizoligida o'zimizni ham sevib, mehr va ishqlarimiz bilan ardog'imizda suyib, haqning rizoligi yo'lida mehr dilnavo Mehriniso begimdan eng qutlug' tilaklarim muborak sizga, o'zimizga ham. Tashakkur azizlarim. Alhamdulillah.